بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. والسماء والطارق Osmon bilan, Tariq, ya'ni kechida oshkora bo'lg'uchi yulduz bilan qasam qilaman. وما أدراك ما الطارق Tariqning nimaligini bilamsan? النجم الثاقب U yo'ruq yulduzdir. إن كل نفس لما عليها حافظ Har bir odam bilan shu odamni saqlag'uvchi farishta bor. فلينظر الإنسان مما خلق İnson nimadan yaratilganligi qarasin. خلق من ماء دافق U etilib chiquvchi ma'nidan yaratildi. يخرج من بين الصلب والترائب U ma'ni umurtqa bilan qovurg'i so'nkining orasidan chiqadi. إنه على رجعه لقادر Shak shubsizki Alloh uni asliga keltirishga, ya'ni tirildirishga qodirdir. يوم تبلى السرائر Sirlari oshkora qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda فما له من قوة ولا ناصر uningdan, ya'ni insondan azobni daf'i qiladigan hech kuch va yordamchi yo'qdir. والسماء ذات الرجع Yomg'irliq bulut bilan qasamki, والأرض ذات الصدع yerilib giyohlarni undirib beradigan zamin bilan qasamki, إنه لقول فصل Qur'on shak shubsiz haq bilan botilni ayiruvchi so'zdir. وما هو بالهزل U chaqchaq emasdir. إنهم يكيدون كيدا Ular, ya'ni mushriklar Qur'onni yo'q chiqarish uchun haqiqatan hiyla-mikr shiltidi. وأكيد كيدا Men ularning hiyla-mikriga taqobil turman. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Ey Muhammad, kafirlarning Allah bo'lishiga oldirmag'in. Ularga ozroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularga qandoq qiladiganligini ko'rsan.